Lag'man deyiladi, har doim menga qara. Dadamlar menga ko'proq siz millatimizning kelajagisiz deydilar. Shuncha kiyiming bor, yana kiyim xohlaysan deylar. Shuncha puldan nima qilasan? O'g'lim yaxshi o'qi, sen bizni hajga olib borasan. Otamning eng mashhur gaplari vatanga va millatga foydasi tegadigan inson bo'l. Har doim uydan onangni duosini olib chiq. Otamning eng mashhur gaplari intizomli bo'l o'g'lim. Yana maktabga chiqib bordingmi? Qachon katta bo'lasiz, qizim? Ustozingni hurmat qil deylar. Birinchi o'rinni ol, boshqara birinchi o'rinni olmasin deylar. Bolam hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilmagan. Seni dunyolarga alishmayman, qizim, seni yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsan. Uyga vazifalaringni qildingmi o'g'lim? O'g'lim vaqtni qadriga yet. Yaxshi o'qigin qizim. Seni buyuk ishlar kutmoqda. Turing ey matematik. Asosiy kunlik ko'p ishlatadigan gaplari darslaringni qoldirma yoki ko'p telefon o'ynama. Halol bo'l, doim yoningdamiz. O'qing qizim, o'qing. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi o'qidingmi, 5 bahoga o'qidingmi, 2 olmadingmi deylar. Al-Xorazmiydan birinchi o'rinda olgina deydilar. Onangga o'xshagin, ustozlaringni qiynatmagin. Hech qachon taslim bo'lma, doimo harakatda bo'l. Sendan umidim katta deylar. Sizni yaxshi ko'ramiz, qizim, sizga ishonamiz deylar.